Salom berdik qadrli do'stlar, sizlar bilan Farzitkay. Bugun 15-avgust. Bugun ertalab Disney studiyasi o'zining D23 Expo tadbirida juda ko'plab film va seriallarni anons qildi. Shu jumladan Marvel studiyasi ham o'zining anonslari bilan chiqishlar qildi. Biz uchun eng muhim narsa Qasoskorlar qiyomat kuni filmidan yangi treyler taqdim etildi. Undan tashqari Vision Quest, ya'ni Visionning izlanishi serialdan ham birinchi treyler taqdim etildi. Bu videoda Qasoskorlar qiyomat kuni filmining yangi treyleriga reaksiya qilamiz. D23 Expo'dan qolgan yangiliklar, anonslar haqida alohida videoda gaplashamiz. Anonslar haqida alohida video qilaman. Bu videoda esa Qasoskorlar qiyomat kunining yangi treyleriga reaksiya qilamiz. Yangi kadrlar bo'lsa, yangi kadrlarni ko'ramiz. Undan tashqari Vision Quest serialining birinchi treyleriga ham alohida videoda reaksiya qilamiz. Demak, boshladik. Xo'p. Dastlabki kadrlarda ko'rishimiz mumkin, Doktor Doom o'z taxtida mamlaqa qilgancha o'tiribdi. Hayajon bor, demak boshladik. Victor was always the smartest guy in every room. Bu Sue Stormning gaplari kechadan beri o'sha YouTube'dagi teskari sanoqlarda Sue Stormning Doktor Doom haqidagi gaplari qo'yilyapti. Bu o'z-o'zidan treylerga belgi edi. Bu yerda Sue aytayaptiki, Doom har doim har bir davrada eng aqllisi bo'lgan. Ketdik. He used to be different. Marvel Studios. Mana bu boshqa gap. O'tgan safargi treylerda Marvel Studios yozuvi juda oddiy edi. Bunda mana ko'rishimiz mumkin. Doktor Doomning sehriga mos ravishda oq va yashil qilib effekt berilgan. He used to be kind, he used to be caring. Oh, Magneto. Demak, yangi kadrlar bor. Gambit. Steve. Menimcha buni eslagan bo'lsanglar kerak. Ancha oldin filmdan poster taqdim etilgan. Posterda Doktor Doom aynan mana shu rasmga qarab turgan edi. Bu rasm haqida treyler tahlilida aytib o'tganman. Everything he loved was taken from him. Doomning o'g'li va ayoli. I knew he was Xo'sh, bu yerda yangi kadr, John Walker, Shuri va Shang-Chi. lost. But I did not Thor. realize that he was broken. Doom. Voy. Did you do this? Victor, bu sening ishingmi? Buni sen qildingmi? Franklin Richards. Magneto. Tony qizi. Voy. Treyler qizyapti. Loki. Now you must Shuri. give them back. Cyclops. Voy. Voy. Nima bu? Voy. Ko'rdinglarmi Doktor Doomning kuchini? Victor! Did you do this? I swear, you will beg for hell long before I grant it. Voy. Hell answers to me. For I am Doom. Nima edi bu? Do'stlar, nima edi bu? Toni shunchaki Stormbreakerni uloqtirdi. Stormbreakerni ham Toni o'zini ham shunchaki uloqtirib yubordi Doktor Doom.
Undan tashqari Sentinellarni boshqardi o'z sehri bilan. Voy. Gap yo'q. Bu treylerda mana Doktor Doomga biroz aura berishdi. O'tgan treyler to'g'risini aytaman, menga unchalik yoqmadi. Qanaqadir Doktor Doom juda katta anaqa bilan ochib berilmagandi. Mana bu treylerda Doktor Doomga aura berildi. Uning kuchini ko'rsatib berishdi. Voy, gap yo'q. Keyingi o'sha Thor bilan bog'liq joyni yana bir ko'rib o'ramiz. Qaranglar. Answers to me. Sentinellar. Doom. Gap yo'q, shunchaki gap yo'q. Asoskorlar, qiyomat kuni. On 8-dekabrda kinoteatrlarda. Xo'sh, bu treylerga keladigan bo'lsak, oldingi treylerga nisbatan ko'proq yoqdi. Ko'proq kadrlar ko'rsatildi, personajlar. Bu treylerni ham albatta tahlil qilaman. Hali birinchi treyler tahlili hali kecha chiqdi. Bemalol kanalga kirib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham juda ko'p detallar hozir ko'rsatildi. Men hozirning o'zida ko'rib qoldim bularni. Hozir endi bu videoda bu haqida gapirib o'tirmayman. Tahlil videoda bemalol gaplashamiz. Hozir maydalashib, kadr-makadr ko'rib o'tirganning foydasi yo'q. Xullas, treylerdan shular. Treyler haqidagi fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiring, videoga like bosing. Undan tashqari, D23 Expo'da juda ko'p anonslar bo'ldi. X-Menlar rasman e'lon qilindi. X-Menlarning yangi X-Menlar haqida gapiryapman. Rasmiy tarkibi e'lon qilindi. Bu haqida ham alohida video qilaman. Undan tashqari Vision Quest serialining ham treyleri chiqdi. Uni ham keyingi videoda unga ham reaksiya qilamiz. Bugungi video shulardan iborat edi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha